Suvi qochib qolgan nonni po'choqqa tashlab yuborishga shoshilmanglar. Chunki hozir sizlarga suvi qochgan nondan choy qaynaguncha eng zo'r pitssani ham yo'lda qoldirib yuboradigan retsept ko'rsataman. Unda boshladik. Men dangi soni emasman 30 kunlik challenge'imizni 14-kuni. Menda baton non, xolis yili yopgan non, xolis yili patir, xolis yili buxanka non. Ikkiga bo'lib o'rtasini ozgina olamiz. Olmasa ham bo'ladi. Teyalari xrustyashi, ichlari yumshoqqina chiqish uchun ozgina suvlab olamiz. Bir osh qoshiq mayonez, bir osh qoshiq ketchup. Yaxshilab aralashtirib, bir xil qilib surib olamiz. Qaymoq yoki smetanali bo'lsa, sousga bir osh qoshiq qo'shib yuborsangiz ham yana mazali chiqadi. Nachinkasi xohishga ko'ra. Men kolbasa va sirdan, ozgina pomidordan foydalandim. Ustiga ozgina miyatalarni sepib, tepa-pasti bilan yoqilgan oldindan qizitilgan 180 gradusli duxovkada 15 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Voy, siz buni bir dovushini eshitding, aniq ishtahangiz ochilib ketadi. Juda ham shoshib turganingizda farzandingizga oddiy tuxum qo'rib bergandan ko'ra shunaqa mazali nonushta yoki lunch boxga tayyorlab bersangiz bo'ladi. Challenge'im sizlarga yoqadimi? Oldingi retseptlarni ko'ryapsizlarmi? Aynan qaysi retseptlar sizlarga yoqdi va qaysilarini tayyorlab ko'rdinglar? Kommentariyaga yozinglar. Challenge'imizning 16 kuni hali oldinda. Kanal yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib qo'yish esdan chiqmasin.